Yangi obyektimizni mana bitirib oldik. Ko'rasizlarmi? Qalinligi 15-16 bo'lib ketdi, pastlik o'zi 14-15 edi. Strapulni to'ldirib oldik. Lekin mana men sizlarga hozir bitta manzarani ko'rsataman. Tabiatni qaranglar. Mana zo'ra. Ana endi ko'rsatamiz. Ko'rasizlar, mana bu joylarni chit-chiq yopdik. Mana bu joylarni chunki ovoz chiqmasligi uchun bu yoqdan bu spanli bo'lar ekan. Bitta mana sanuzilni ko'rsataman yana. Sanuzillarni mana tepalarini ham o't edi yopganmiz o'sha yerga, chunki bu yerda bilasizlar hid, ovoz chiqmasligi uchun mana polностью mana chekkalari yopilgan. Почти 20 bo'lib ketdi bunaqa joylar razmerlari. Bu yerda bilasizlar, ochimini aslan issiq suv uchun qilinadigan narsa, kondensat qishda bilasizlar, issiq suv o'ynagan uchun mana bu yerda terlaydi, suv oqadi, suv oqqandan keyin hid chiqaveradi. Taxtingizga tushgandan keyin, gips kartoningizga tushgandan keyin hid chiqaveradi. Dabdabalar bo'ladi, hamma yoq rasvo chirib, tunkalaringizgacha chirib ketadi. Vitamin o'shalarni ham oldini oladigan narsa. Penamizda Huntsman kompaniya, Kanadaniki, vazino hisoblanadi, besfurion, inson salomatligiga zararli joyi yo'q. Xudo xohlasa bitta joyimizni ham bitirib oldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga raqamga murojaat qilinglar. Sizlarning ham uylarni mana shunaqa chiroyli qilib, ideal holatda issiq suvdan asraydigan qilib ketamiz. Charchamanglar, bizlar bilan qolinglar. Penachus. Kuninglar xayrli va barakatli bo'lsin.